Bugun shaxsan o'zim qanaqa yuz parvarishi vositalari ishlatishimizni sizlarga ko'rsataman va qanaqa ko'jalarga mos keladi, qanaqa ko'jaga to'g'ri kelmaydi, uni ham sirazi aytib ketaman. Narxini bilganlarimni ham sirazi aytib ketaman. Shu kosmetichkani juda ham yaxshi ko'raman. Chunki buni necha marta kirmoshniga savorsam ham xuddi yengidek turaveradi. Kir bo'lib ketmaydi. Buni ko'pchilik как sumka sifatida ham tutadi, lekin men buni sredstwalarimni ko'tarib yurishga ko'proq ishlataman. Tak, hozir boshlaymiz. Narsalardan. Bu penachka qizlar esda duriki. Agarda yuzingiz yog'li, aralash bo'lsa va normal koja bo'lsa, poralaringiz kengaygan bo'lsa, kojangiz juda ham yog'lanib ketadigan bo'lsa, men ko'plarda yuzidagi makiyaj oqadi-yu, mana shu penkadan ishlatib ko'ringlar. Bu faqatgina penka emas, bu ham maska, ham penka. Chunki buni surganingizda ozginadan keyin yuvorasiz. Как maska sifatida surasiz, keyin yuzingizni yuvorasiz. Shunday zo'r oqartiradi va yog'lanishni kamaytiradi, pora qisqartirishga yordam